Demek boshqa o'quvchilar arifmetik progressiyani davomi vositalardan birgalikda milliy sertifikat yoki diplom testida tushgan misollardan ko'rib o'tishimiz kerak. Demak boshlaylik. Birinchisi diplom 2011da tushgan ekan. Xo'p, 2011 davlat imtihonida tushgan misol yig'inini hisoblaydigan 44 plyusdan 47 plyusdan o'quvchilar 50 plyusdan vaqt hokazo 6R instantlar mana bunday qilgan va bu joyda davom etyapti. Endi tegishli mana bunday yozib qo'ygan, ya'ni endi natural son ekan. Bu holatda mana bu yig'imni hisoblashimiz kerak ekan. Mana endi o'sha mavzular nimalarda ham misol kitoblarida ham mana shunday misollar tushgan bo'lishi mumkin. Endi ularga yechib beradigan bo'lsak, bu chalg'itadigan joyi bor. Ya'ni qanaqa chalg'itadigan joyi bo'ladi desa, mana bu kichkina en bor-ku, mana bu. Mana shu o'shaligi xatlar soni bilan bir xil qilib qo'yib, o'sha yerda xatolik qilib qo'yamiz. Shunda endi bu maxsus tuzilgan o'sha chalg'ib qolishimizni hisobga olgan, lekin xudo xolisa biz siz bilan chalg'maymiz. Demak, nima qilamiz? Xo'p, biz mana shu joyda misolda vaqtinchalikka ozgina o'zgartirib tursak, o'zimizga oson bo'ladi. Ya'ni mana bu xatlar soni n bilan mana bu n bir xil emasda, hatto mana shu joyini to'g'irlashyapti-da. Shuning uchun vaqtinchalikka men mana kichkina n o'rniga katta n qo'yib tursam bo'ladimi? Endi bu arifmetik progressiyani tashkil qiladimi, qilmaydimi? Qiladi. A1 nima ekan o'quvchilar? A1 44 D nima ekan? 3 ga A n nimaga teng? 6n minusdan 1mi? Xo'p, ana endi men SNdan foydalanadigan bo'lsam, SN formulasini hammamiz bilamiz. SN barobar ikkita formulasi bor edi. A1 plyusdan AN taqsim 2 ko'paygan n. Mana shu formuladan foydalanish kerak edi. Bu misolda endi foydalansangiz, men aytdimki, mana bu n bilan mana bu n bittagi kichkina n borki, ikkalasi bir xil olib ketib qolib, ko'pchilik xato qilib qo'yapti. Bundan qilmasligimiz kerak. Endi bizga mana bu xatlar soni n ni mana bu katta n ga bog'lab olishimiz kerak. Tushunarlimi? Endi uni qanday qilib bog'lasak bo'ladi? Qarang, n teng bizda mana bunday formula bor edi. A n minusdan A1 plyusdan D taqsim D degan formula bormidi? Mana bunday to'g'rimi? Endi shu formuladan foydalansam, n teng A n 6 demak n minusdan 1 minusdan A1 44 plyusdan D 3 bo'ladimi? Taqsim nima bo'ldi? 3 bo'ldi. Xuddi shunday bo'ldimi? Endi bunday o'ylab qarangda, mana bu ikkalasi 45 beradimi, bermaydimi? Minusdan. Mana bu minus 3 bilan nima bo'ladi? 6n minus 45 ga 3 qo'ysak, minus 42 taqsim nima bo'ldi? 3 bo'ldimi? Ana endi xatlar soni topadigan bo'lsam, bo'ladi 3 ga bo'ladigan bo'lsam, 2n minusdan nima bo'ladi o'quvchilar? 14. 14 bo'ladimi? Mana qarang, bu katta endi. Mana xatlar soni ham kelishib oldimmi? Endi hisoblayman. Hisoblaydigan bo'lsam, SN barobar A1 44 plyusdan AN demak 6n minusdan 1 taqsim 2 ko'paygan xatlar soni nima bo'ladi desa 2n minusdan 14 bo'ladi. Xo'p, hisoblaymiz. Nima bo'ladi? SN barobar 44 dan qadarsam 43. 6n plyusdan nima bo'ladi? 43 ko'paygan ikkalasi 2 ni chiqarsam qavsida n minusdan 7 bo'ladimi? Taqsim 2. Bu 2 bilan bu ketib qolib, natijada o'quvchilar 6n plyusdan 43 ko'paygan n minus 7 bo'ladimi? Endi qarang, xo'p, men aytdim oxirida bu katta n o'rniga nima qo'yaman? Kichkina n. Qo'yadigan bo'lsam, natijada nima bo'ladi? Sn barobar 6n plyusdan 43 ko'paygan n minusdan necha ekan? 7 degan mana bu yig'im formasiga ega bo'lar ekanmiz. Tushunarlikmi? Xo'p, yaxshi. Navbatdagi misol 2020, ya'ni sistem 2020 da ishtirok etgan ekan. Bu misolda yaxshi e'tibor beringlar. S11 minusdan S10. S10 nima ekan? 43 ga teng ekan. 43. O'quvchilar S15 minusdan S14 esa 87 ga teng ekan. Siz bilan biz so'rayotgan arifmetik progressiyani ayirmasini toping deydi. Nima u ayirmasini tushunmadim to'g'risi. D to'g'ri topsiz, yaxshi. Demak, ayirma nima bo'ladi? D. Shuni topishimiz kerak. Endi men sizga xos so'rayotganman. S11 va S10 darsiz nima bo'ladi? A11 bo'ladi. Nima bo'ladi o'quvchilar? A11 bo'ladi, to'g'ri topsiz.
Demek A11'da qiymatini ayting. 43 ga. S15 dan S14 darsiz-chi. A15 bo'ladi, nima teng bo'ladi? 87. Endi A15 dan A11 darsiz nima teng bo'ladi? 4 da bo'ladimi? 4 da teng. 87 dan 43 darsiz. 44 mi? 44 bo'ladi. D ni qiymati 11. Arifmetik progressiyani ayirmasi 11 ga nima ekan? Teng bo'ladi. Tushunib oldingmi? Yaxshi, normal. Xo'p, bundan keyingisi bitim 2017 ekan. E'tibor beringlar. Bitim 2017. A1 ga qo'shsak A3 ni 10 ga teng ekan. O'quvchilar, A1 ni kvadratiga qo'shsak A4 ni kvadratini 90 ekan. A5 ni qiymatini topgin degan savol beryapti. Tushundingizmi? Xo'p, A5 ni qiymatlari yig'indisini toping debdi. A5 ni, demak, bo'lsa A5 ni qiymatlari yig'indisini toping. Demak, bundan ko'rib turibdiki, A5 ni qiymati bitta emas ekan. Chunki A5 ni qiymatlari yig'indisini toping deyapti-da. Tushunyapsizmi? Xo'p, ana endi, xo'p, nima qilaman? A1 ni kvadratiga A4 ni kvadratini qo'shsam 90 chiqar ekan. Tushundingmi? Endi o'ylayapmanda, mana bu A1 ga A3 ni qo'shadigan bo'lsam va 2 ga bo'ladigan bo'lsam, tenglik ikkala tomondan nima bo'ladi? A1 ga A3 ni qo'shib 2 ga bo'lsam 5 bo'ladi. Mana bu narsani endi o'quvchilar. Ha? A1 bilan A5 o'rta arifmetik kim bo'ladi? A2 bo'ladimi? Demak, A2 ni qiymati nima ekan? 5 ga teng bo'ladimi? Xo'p, A2 ni qiymati 5 ekan. Endi bunday o'ylab qarang. Menda A2 bor-da. To'g'ri? Endi mana bu yerda D kerak menga. To'g'ri? Nima kerak? D kerak. Kirayapsiz. Endi menda o'ylayapmanda, mana bu A1 da o'rniga A2 minusdan D ni qilib kvadrat desam qana bo'ladi? Bo'laveradimi? Ha? Minusdan mana A4 da o'rniga A2 minusdan 2D ni qavs kvadrati teng 90 bo'lsa-chi. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, A2 lar o'rniga necha qo'yamiz? 5 qo'yamiz. Qo'ysak 5 minusdan D ni qavsni tashqari kvadratiga 5 minusdan 2D ni qavs kvadratini qo'ysak 90 bo'ladi. Xo'p, endi formula bo'yicha yo'ysak 25 minusdan 10 ta D minusdan D kvadrat minusdan 25 xo'p minusdan nima bo'ladi? 20 ta D bo'ladimi? 20 ta D minusdan 4D kvadrat teng 90. Hisoblaymiz. 4D kvadrat D kvadrat. Nima bo'ladi? 5D kvadrat. Minusdan 10D minusdan 20 ta D. Minusdan nima bo'ladi? 10D. 25 50. Shundaymi? 90 tomonga o'taman. Shunday bo'ladimi o'quvchilar? Endi qarang. Natijada 5D kvadrat minusdan 10 ta D minusdan 40 teng 0 bo'ldi. Nima qilamiz? 5 ga bo'lib olamiz. Zo'r fikrlayapsiz, 5 ga bo'lib olish kerak. Bo'lsangiz bo'ladi. D kvadrat minusdan 2D minusdan 8 teng 0 mi? Yechimlarimiz minus 4 2 bo'ladimi? Bu yerda emas bo'yicha necha bo'ladi buni yechimlar? Minusdan 4 2. Demak, xulosam shuki, o'shaning uchun D ni qiymati nima degan ekan? Arifmetik progressiyada A5 qiymatlari yig'indisi. Demak, A5 ni nechta qiymati bor ekan? 2 ekan. Xo'p, A5 ni qarangda, men A5 qiymatini topmoqchi bo'lsam, menga A1 kerakmi? Yo'q, kerak emas. A2 bor. A5 da nima deyman? A2 minusdan 3D deyman. Demak, A5 deyman. A2 ni qiymati nima? 5 minusdan. Agar D ni o'rniga minus 4 olsam, 3 ko'paygan minusdan 4 bo'lib, 5 minusdan 12, natija minus 7 mi? Endi A5 ni ikkinchi qiymati-chi? 5 minusdan 3 ko'paygan demak 2 bo'lsa, 5 minusdan 6 bo'lib 11. Nechta qiymat bor ekan A5da? Endi qiymatlar yig'indisini toping deganlik uchun minus 7 ga qo'shamiz 11 da natija 4 bo'ladimi? Bo'ldi. Shundaymi o'quvchilar? Men sizga tushuntirganligim uchun sekin ishladim. Endi har bir kishi imtihonga kiradigan bo'lgandan keyin sal tezligini oshirish kerak. Xudo xolasa, shunda yaxshi bo'ladi hammaga. Xo'p, navbatdagi misol qanday ko'rishda keladi? DTM 2021. DTM 2021. Dastlabki imtihon yig'indisi nima degani tushunmadim. Sizlar bilasizlar dastlabki imtihon yig'indisi nimaligini? Sn to'g'ri fikrladingiz. 2n kvadrat
Plusdan demek 5n. Dastlabki endi hali yig'indisi sn barobar 2n kvadrat plusdan 5n bo'lgan ketma-ketlikning umumiy xatlari tenglamasini tuzing. Umumiy xatlar tenglaması deganda a endi tushunishimiz kerak siz bilan biz. Tushundingizmi? Mana tushunishimiz kerak ekan. A endi topdik. Javobim albatta enga bog'liq bo'ladi. Siz qarang, nima qilishingiz kerak? Sn dan ASS Sn minus 1 da AN chiqadi desam, siz tushunasizmi shu narsaga? Ha? Unda demak Sn bor. Sn minus 1 topaman men. Sn minus 1 topmoqchi bo'lsam n'larni o'rniga nima qo'yishim kerak? N minus 1 qo'yib olishim kerakmi? Qo'yadigan bo'lsam 2 ko'paygan n minusdan 1 ning kvadrati plusdan 5 ko'paygan n minusdan 1. Qavsatman 2 ko'paygan bo'ladi n kvadrat minus 2n plusdan 1 plusdan demak 5n minusdan 5. Qavsatsan 2n kvadrat minusdan 4n plusdan 2 plusdan demak 5n minusdan 5 mi? Hisoblayman makka. Makka yozaman sn minus 1 qiymati 2n kvadrat bu yerda ham n kvadrat qarang. Minus 4n plus 5n. Minusdan n. Minus 2 minus 5. Minusdan 3. Ayirish kerakmi bu qoida bo'yicha? A n kelib chiqadi. A n 2n kvadratdan 2n kvadrat yo'q ketdi. 5n dan n darsak 4n. Minusdan 3 bo'ladimi? Savollar bormi? Xo'p. Hozirlar bilan birgalikda o'sha misollar ichida matematikada nima deydi? Eng normal misollardan biri bor, shuni ko'rib berishim kerak. Men hozir bu misolda ishlayman deb 1-2 kun o'sha abituriyentligimda harakat qilganman. Va natijaga erishganman. Lekin oson bo'lmagan. Shuning uchun ham esimda turadi bu misol. Bu misol eski misollardan hisoblanadi. 1 8 yaxshilab hisob olinglar. 22 43 va hokazo. Mana shu sonni ketma-ketlikda nechtadir hadir 35351. Endi o'qib beraman sizga. Bu misol hozir men uchun oddiy, lekin o'sha abituriyentligimda juda qiyin bo'lib tuyulardi menga. Siz ham shu olsangiz sizga munosib oddiy bo'ladi xolos. Sonlar ketma-ketlik shunday xususiyatga egaki, ya'ni mana sonlar xususiyatga. Hozir biror bir qonun qoida sizga sonlar ketma-ketligi shunday xususiyatga egaki, ikkita qo'shni xatlarning ayirmasi 7, 14, 21 va hokazo ketadi. Tushunyapsizmi? Demak, mana ikkalasini ayirmasi nechaga teng ekan? 7 bu ikkalasini ayirmasi, 14 bu ikkalasini ayirmasi, 20 va hokazo. Mana nechanchi xat mana bu deyapti. Xo'p, bu nechanchi xat? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bu nechanchi xat? Endi so'rab. Tushunyapsizmi? Endi arifmetik progressiya yo'q bu yerda hozir. Mana bunday yo'qda. Mana bunday yo'q, to'g'ri? Lekin mana bunda nima ekan? Bor ekan. To'g'ri? Endi nima qilamiz? Men ne o'yladim? Qarang, mana bu 1 dedim. Mana bu 8 dedim. Sizga tushuntirib beraman. 22 ga 43 dedim. Men sizga yaxshilab qarab turing. Tushuntirishga harakat qilaman. Mana birinchi xatni, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va hokazo eng xatda. Xo'p. Endi qarang. Men o'zimcha o'yladimki, xo'p, 7 ko'paygan 0 plusdan 1 dedim. Chunki xat ayirmasida 7 ga tengmi, to'g'ri? 7 ga karalik soladi shuning uchun. Agar 6 karalik bo'lganda 6 ko'paygan 0 yoki 5 karalik bo'lganda 5 ko'paygan 0 deyapti. Xo'p dedim. Endi buni aytyapman. 7 ko'paygan 1 plusdan 1. Buni-chi 7 ko'paygan 3 plusdan 1. Shundaymi? Buni-chi 7 ko'paygan 6 plusdan 1. Hamma tushunyaptimi? Va hokazo 35351 ni 7 ko'paygan n qavsida mana plus 1 bor. Endi hozir tushunmadingiz bu narsani, to'g'ri? Endi sizga tushuntirib beraman, qarab turing. Yana yozaman. 7 ko'paygan 0 plusdan 1. 7 ko'paygan 1 plusdan 1. 7 ko'paygan 1 plusdan 2 plusdan 1. Shunday 3 nima qiladi? 1 plusdan 2 deb oldim. Mana buni-chi, qarab turinglar. 7 ko'paygan 1 plus 2 plusdan 3 plusdan 1. Shunaqami? Va hokazo aytadi, 7 ko'paygan 1 plusdan 2 plusdan 3 va hokazo n plusdan 1. Endi progressiyaga tushadigan joyi ko'rindimi, ko'rinmadimi? Qavsli. Tushunibmi? Endi hozir mana bu
Faqat qarangda, mana nolni qo'shib ketmayapman-da men. Nolni qo'shish kerak, chunki nol bitta harf bo'lib turibdi. Endi men hisoblayman. Mana bu yerda n necha chiqsa, mana bu tenglamada o'shancha nomerli harf ekanini ko'raman. Tushunarlimi? Xo'p, nima qilamiz? Qaranglar. Mana bir tomonga o'tamiz. O'tsa nima bo'ladi? 35 350. Teng 7 ko'paygan 0 plyusdan 1 plyusdan 2 va hokazo plyusdan n. 7 ga bo'lib o'raman. 0 plyusdan 1 plyusdan 2 plyusdan va hokazo plyusdan n. Shunaqa bo'ldi? Shunaqa. Yana qarang. A1 nima ayting? Nima ayting? Zo'r. A-n-chi. Menga hamma sonni ishla. Nechta? Zo'r ham bor, plus bitta bo'ladi. Tushunlik? Xo'p, natijada 50 teng A1 0 A-n taqsim 2 hamma soni n plusdan 1 bo'ladi. Xo'p, n ko'paygan n plusdan 1 taqsim 2 50 ga to'g'ri keldi. Shunaqa. Men o'zimcha o'yladimki n 100 bo'lsa kerak deb. Chunki men esimda turibdi bu misolda. 100 bo'lsa 100 qisqarib ketsa 50. Mana 101. 101 ni 50 ga ko'paytirsangiz 50 bo'ladi. Tushunib oling. Buni yaxshilab tushunib oling, bu amaliy misol hisoblanadi. Xo'p. Ana endi sizlar bilan navbatdagi misolni ko'rishimiz kerak ekan. Navbatdagi misolimizga qaranglar. A plyusdan 2a plyusdan demak 3a hokazo na taqsim n kvadrat minus 2m minusdan 3 minusdan 3a taqsim 2 ko'paygan n minusdan 3. Mana bu misol ishlash kerak. Endi bu misol ishlaydigan bo'lsak, arifmetik progressiyani tashkil qiladigan qismni aniqlab olishimiz kerak. Qayerdir arifmetik progressiya tashkil qiladi bu misolimizda? Qayer? Qayer? Suratda. Nimani chiqarib olsak bo'ladi suratda? Ani chiqarib olamiz, to'g'ri fikrladingiz. Chiqarsam bo'ladi. 1 plus 2 plusdan 3 va hokazo plusdan n. Taqsim ko'paytiruvchiga ajrating buni. n minus 3 n plusdan 1. Minusdan nima bo'ladi? 3a taqsim 2 n minusdan 3. Bu tushunaymi? Bu birdan engacha bo'lgan natural elementni ifodalaydi. O'tgan safargi mavzuda nima deganmiz? 1 plusdan 2 plusdan 3 plusdan 4 va hokazo plusdan n bo'lsa, n ko'paygan n plusdan 1 taqsim 2 isbotlab beradi shu narsani. Ha? Endi o'rniga nima qilish kerak? Shuni qo'yish kerak shuni. Tushundingmi? Qo'ysa nima bo'ladi? n ko'paygan a n plusdan 1 taqsim 2 pastga tushganda 2 n minusdan 3 n plusdan 1 minusdan 3a taqsim 2 n minusdan 3. Shunday bo'ldimi? N plus bilan nima ketdi? Sarf ketdi. Natijada a n taqsim 2 n minusdan 3 minusdan demak 3a taqsim n minusdan 3 bo'ldi. Ikkalasi mahraji bir xilmi yo turlimi? X qolib ketyapti o'zi. Bir xil, bir kasrachani yo'g'iramiz, bir xil bo'lsa. A n minusdan 3a taqsim 2 ko'paygan n minusdan 3 bo'ldi. Suratdan nima chiqaramiz? Ani chiqarsak, qavsida nima bo'ladi? n minus 3 taqsim 2 ko'paygan n minusdan 3 bo'ladi. Bularni qisqarib javob nima ekan? A taqsim 2 ga teng bo'lib qolar ekan. Savollar bormi? Yaxshi. Muhammad Yusuf video to'xtatib do'stlarga hal qilib beringlar menga tez-tez. Endi o'quvchilar sizlarga hozir dahshatli soni ketma-ketlik xatolar bor. Shularni o'rgatishga harakat qilamiz. Yana boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rganadiganimiz 1 plus 2 plus 3 plusdan 4 va hokazo plusdan n. Buni biz bilamiz, isbotlaganmiz. Nima edi formulasi buni? Nima edi? N ko'paygan n plus 1 taqsim 2. Isbotlaganmiz, shuning uchun tegmaymiz. Endi bizga keyingisi kelsa, 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati va hokazo plusdan n ning kvadrati keladi. Tushunyapsizmi? 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3
kvadrati va hokazo n nimasi ekan? Kvadrat. Xo'p, buni ham isbotlaymiz xolos. Undan keyingisi 1 ning kubi plyusdan 2 ning kubi plyusdan 3 ning kubi va hokazo plyusdan n nimasi ekan? Kubi. Hozir bilan mana shu ikkita sonni ketma-ketlikda yig'indisini isbotlashni ko'rib chiqamiz. Tushunarli? Tan olish kerak. Mana buniki juda qiyinroq. Tushundingizmi? Xo'p, bunikichi. Buniki juda soddaroq. Qanday bo'ladi? Qarang, men sizga tushuntiraman. Misol sifatida tushuntiray. Xo'pmi? Hamma ko'ryapti. 1 ning kubi plyusdan 2 ning kubi. 1 plyusdan 8 nechaga teng bo'ladi? 9 ga. Tushunyapsizmi? Xo'p, navbatdagisi 1 ning kubi plus 2 ning kubi plyusdan 3 ning kubi. 1 plyusdan 8 plyusdan 27. Necha bo'ladi? 36. Deb qarang, ikkalasi ham kvadratik sonmi, son emasmi? Son ekan. Endi o'ylayapman men. Shunga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? 1 ga 2 ni qo'shasiz. Kvadrati 1 2 3 yig'indi. 6 kvadrati 9 36 bo'ladi. Tushundingmi? Xulosamda 1 plyusdan 1 ning kubi plyusdan 2 ning kubi plyusdan 3 ning kubi va hokazo plyusdan n ning kubi. Bu 1 plus 2 plyusdan 3 plyusdan va hokazo plyusdan n ning kvadratiga to'g'ri keladimi bu narsa? Mana bundan xulosa qilsam, xuddi shundaymi? Mana bu yig'inini biz bilamizmi, bilmaymizmi? Bilamiz. Nima edi? N ko'paygan n plus 1 taqsim 2 qavs kvadrati n kvadrat n plyusdan 1 kvadrat taqsim 4 ga. Mana yozamiz. N kvadrat n plyusdan 1 kvadrat taqsim necha ekan? 4. Shunday tushunmadingmi nima bilan bo'lish? Tushunsa? Xo'p, qarang. 1 ning kubi 2 ning kubi 3 kubi va hokazo 10 ning kubi hisobladi. Endi o'rnidan necha kelyapti? 10 mi? Mana formulaga qo'ying. 10 ning kubi 10 ga 1 ni qo'shing. 11 da kubi taqsim necha bo'ldi? 4. Shunday qolaversin. Shunday tushunmadingmi o'quvchilar? Tushundingizmi? Qiyin emasmi? Endi mana buniki biroz nimaroq vaqt oladi, lekin biz qilamiz shuni hisobini. Qaranglar. Xo'p. Matematik induksiya degan narsa bor. O'shaga asoslanib chiqarsak bo'ladi. Biz qisqa ko'paytirish formulalarini bilamiz. O'sha qisqa ko'paytirish formulasida buni isbotlash uchun yig'indining kubini ko'rib o'tishimiz kerak. Yig'indining kubi nima edi? A plyusdan B ning kubi. A kub nima edi? Plyusdan minus. Yo'q, yig'indining kubi. A plyusdan B qavsdan tashqari kub. A plus B shu. A kub plyusdan 3A kvadrat B plus 3A B kvadrat plyusdan B kvadrat. O'shandan foydalanamiz. Tushundingmi? Xo'p. Nega kerak? N plyusdan 1 ning kubi kerak. Xo'pmi? N plus 1 dan nimasi kerak ekan? Kubi kerak. Nima edi bu? N kubi. 3 kvadrat 3 plus 1. Shu kerak menga. Tushundingmi? Xo'p. Nima qilaman? Qarang, shuni ko'rdingizlar, shunday nima? Xo'p, ajratib olish uchun men qanday qilib qo'ydim? Enlarni o'rniga 1 qo'yib chiqaman. Tushundingizmi? Necha qo'yamiz ekan? 1. 1 qo'ysam, 1 ga 1. 2 ning kubi teng 1 ning kubi 3 ko'paygan 1 ning kvadrati 3 ko'paygan 1 plyusdan 1. Tushundingmi, tushunmading? Endi o'rniga 2 qo'yib ko'raman. 2 ga 1. 3 ni kubi 2 ni qo'ysam 2 ning kubi plyusdan 3 ko'paygan 2 ning kvadrati 3 ko'paygan 2 plyusdan 1. Bunisiga ham tushundingmi? Endi o'rniga 3 qo'yamiz. 3 qo'yaman. 4 ning kubi 3 kubi
Ha. 3 ko'paygan 3 ning kvadrati 3 ko'paygan 3 + 1. Qonuniyatga tushunyaptimi? 2 ning kubi, 3 ning kubi, 4 ning kubi, 5 ning kubi, 6 ning kubi, 7 ning kubi. Tushunyapsizlarmi? 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubi, 4 ning kubi, 5 ning kubi. Xo'p. 3 ko'paygan 1 ning kvadrati, 3 ko'paygan 2 ning kvadrati, 3 ko'paygan 3 ning kubi hokazo ketyapti. Hammasi qonuniyatga tushmayaptimi bular? Har bittasini qonuniyati bor o'zi mana shu, to'g'rimi? Tushundingmi? Endi o'rniga m qo'yib ko'raman. Mana hokazo. M qo'ysam m xdan 1 dan emas bo'ldi. Kubi m ning kubi plyusdan 3m kvadrat plyusdan 3m plyusdan 1. Mana n o'lchamli sistema paydo bo'ldi. Tushunding? Sistemani nima qilamiz? Qo'shib yuboramiz. Tushunyapsizmi? Sistemani nima qilish kerak? Qo'shib yuboramiz. Qo'shib marta yozaman. Qo'shsam, bu tomonni qo'shib chiqyapti. Qarang. 2 ning kubi, 3 ning kubi, 4 ning kubi. Va hokazo m plyusdan 1 dan emas bo'ldi. Kubi. Bu tomonni qo'shib bo'lgan. M bu tomonni qo'shib chiqaman bu ustunda. Nima bo'ladi? 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubi hokazo plyusdan endi kubi. Yana mana ustuni qo'shib qo'yamanmi? Ha? Plyusdan 3 ko'paygan 1 ning kvadrati, 3 ko'paygan 2 ning kvadrati, 3 ko'paygan 3 kvadrati va hokazo plyusdan 3 ko'paygan n ning kvadrati plyusdan. Mana qatorni ham qo'shib bo'ldimmi? Ha? Endi mana qatorga o'taman. 3 ko'paygan 1, 3 ko'paygan 2, 3 ko'paygan 3 va hokazo 3 ko'paygan n. To'g'ri? Endi mo'larga o'tsam, birlardan nechta bor bu yerda? n tabir yig'indisi? n bo'ladi. To'g'ri. Plyusdan n. Endi nima o'ylayapmanki, mana bu sonni ketma-ketlikda tomonga o'tish kerak deyapman. Tushunding? Olib o'tamiz. Olib o'tsak 2 ning kubi, 3 ning kubi, 4 ning kubi, hokazo m plyusdan 1 da kubi. Endi buni olib o'tyapman. Minusdan 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 kubi, minusdan n ning kubi. Teng. Mana shu qatordan. Yo'q, mana qatordan. Qo'shib ketdi. 3 chiqarsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. 3 ko'paygan 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati va hokazo plyusdan n ning kvadrati. Mana qatordan 3 chiqarsam bo'ladimi? 1 plyusdan 2 plyusdan 3 plyusdan hokazo plyusdan n. Plyusdan oxirgi durmi ham bor endi ham. Bunday qarasam, mana bu mazkur metdan boshlab, mana ularni yo'q ketishni boshladi. To'g'ri? Mana soni ketma-ketlikda bosh qoldi, buni nimasi qoladi? Oxir chunki menda eng ko'p bo'ladi, eng ko'p bilan ketib qoladi. Tushunding? Natija m plyusdan 1 qavsdan tashqarida kubi minusdan nima bo'ldi? 1 teng. Tushunyapsizmi shu narsani? Xo'p, teng. Endi nima bo'ladi? Endi mana shu joyda, xo'p, mana buni o'zi topish kerak, to'g'ri? Bunga tegmaysiz. Shuni vaqtinchalikka qiymatini x deb belgilab olsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu yozuv kattalashib ketib qoladi. Ha? Demak, mana bu qavschi nima teng bo'ladi? X bo'ladi, qavschi x bo'ladi. Keyin 3x bo'ladi. 3x teng plyusdan 3 ko'paygan. Mana bu qavschi nima teng? Mana bu formulani qo'yamiz. n ko'paygan n plyusdan 1 taqsim 2 plyusdan n bo'ldi. Endi mana bu formula bo'yicha yozsam bo'ladimi? Yozsam nima bo'ladi? n kub 3n kvadrat plyusdan 3n plyusdan 1 minusdan 1 teng 3x plyusdan qavs ochamiz. 3n kvadrat plyusdan 3n taqsim 2 plyusdan n. Shunday bo'ldimi? Bu bilan bo'linib ketdi. Qisqardi. Mana bu narsani bu tomonga olib o'tsam bo'ladi. Olib o'tamiz. Xo'p, n ning kubi plyusdan 3n ning kvadrati plyusdan 3n minusdan
3n kvadrat plusdan demek 3n taqsim 2 minusdan n teng 3x bo'ldi. Endi ikkala tomonni 2 ga proporsiya qilib tursam bo'ladi. Bularga 2 tegadi. Bunga 2 tegadi. Bu kasr qisqarib ketaveradi. Mahraj bilan. Siz ham tushunyapsizmi? Xo'p, mo'lar 2n ning kubi 6n ning kvadrati plusdan 6n minus 3n kvadrat minusdan 3n minus 2n teng 6x bo'ldimi? 2n kubi o'xshashi bormi? Yo'q. 2n ning kubi bu bilan bu ketsa to'g'ri topyapsiz. Nima bo'ladi? 3n kvadrat 6n 3n 3n n olar ekan mana o'zi. Plusdan n taqsim yo'q ekan. Teng 6x bo'ladi. 6x. Uchalasi bir xil bo'lib, qarzdan tashqari chiqaradi. n bor. To'g'ri. 6x teng n ko'paygan 2n kvadrat plusdan 3n plusdan 1 bo'ldimi? 6x teng n ko'paygan 2n kvadrat plusdan 2n plusdan n plusdan 1 bo'ldi. Bu ikkalasi nimani chiqaramiz? n ko'paygan 2n chiqaramizmi? Chiqarsak n plusdan 1 plusdan n plusdan 1 bo'ldimi? Ha? Bittadan x ni topsak, qarang, bu ikkalasida n plus 1 bor-ku. n ko'paygan n plusdan 1 2n plusdan 1 taqsim 6 bo'ldi. Mana x topdimi? X ni dastlab mana buni belgiladimmi? Mana. Demak, mana buni o'rniga sig'ishtirib yozib qo'yaman, qarab turinglar. Nima bo'lar ekan? n ko'paygan n plusdan 1 2n plusdan 1 taqsim necha ekan? 6 degan mana bu formula chiqdi. Endi sinamiz bu formani to'g'ri ishladikmi yoki noto'g'ri? Tak, 1 ning kvadrati 1, 2 ning kvadrati qo'shsangiz 5, 3 kvadrati 9 qo'shsangiz 13 bo'ladi. Endi o'rniga 3 olib ko'raman. 13 chiqsa to'g'ri chiqadi. 3 oldim. 3 plusdan 1 4. 3 karra 4 aytdi? 12. Bu bilan qisqarsa 2 qoldi ya. Mana 2 qoladi. Xo'p. 2 ko'paygan 3. 6, 1 bilan 7. 14 bo'ldi. Aytdi nechi qoldi? 14 chiqdi. Hozir to'g'ri javob chiqdimi? Hammalar tushunib oling. Endi nari tomonga olib olsak. Hozir qanotlantirdi, qanotlar. Tayyormisiz? Endi qaranglar. Men sizlarga qo'l misol ko'rib berishim kerak ekan. Xo'p. Mana qarang. Yaqinda shuni misol kanalga ham tashladim. 1 ko'paygan 2 plusdan 2 ko'paygan 3 plusdan 3 ko'paygan 4 plusdan mana hokazo 10 ko'paygan 11. Mana shu hisoblaydi. Men sizga tushuntirib beradigan misolimga yaxshilab e'tibor beringlar. Buni hamma ham tushuntira olmaydi. Mana shu yerda qonuniyatga bo'ysunadimi? Arifmetik progressiyami bu? Endi qarang, bunday qilasiz. Boshlaylik. 1 ko'paygan 1 plusdan 1 desam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Plusdan 2 ko'paygan 2 plusdan 1 desamchi? Bo'ladi. 3 ko'paygan 3 plusdan 1 va hokazo 10 ko'paygan 10 plusdan 1. Xuddi shundaymi? Endi qavs o'lchaman. 1 ni 1 ga ko'paytiraman. 1 ni kvadratni 1 ni 1 ga ko'paytirsam bo'ladi. 2 ni 2 ga ko'paytiraman. 2 ni kvadratni 2 ni 1 ga ko'paytirsam 3 ni 3 ga ko'paytiraman. 3 kvadratni 3 ni 1 ga ko'paytiraman 3. 10 ni 1 ga ko'paytiraman. 10 ni kvadratni va hokazosi bor ekan. 10 ni kvadrat plus 10. Endi ikkita soni kelmay ketdik, almashib ketdi. Birida kvadrat bor, birida yo'q. Endi ajrataman. 1 2 3 va hokazo 10. 1 plus 2 plusdan 3 va hokazo plusdan 10. Bundan-chi 1 ni kvadrat 2 ni kvadrat 3 ni kvadrat va hokazo 10 ni kvadrat. Demak 1 ni kvadrat plusdan 2 ni kvadrat plusdan 3 kvadrat va hokazo 10 ni kvadrat. Bu ikkalasiga formula chiqardikmi? Birdan 10 gacha bo'lgan sonlarniki topamiz. O n ko'paygan plus 1 taqsim 2. 10 ko'paygan 10 plusdan 1 taqsim 2. 55. O sonni yig'imiz necha ekan? 55. 55. Mana bunikini isbotladikmi? 10 deb ko'rsak, 10 ko'paygan n plus 1 11 2 n plus 1 20 bo'ladi. Taqsim
6. Bu bilan bu ketsa, marta 2 marta 7. Bilan bu ketsa marta 5. 5 ko'paygan 11 ko'paygan 7. Necha olar ekan? 385. 35 ko'paygan 11 bo'ladi. 85. 385. 385 chiqdi. 55 ni qo'ysak necha olar? Ikkalasini qo'sh kerakmi? 440. 440 bo'lar ekan. Yer chaklab qoldik. Savollar bormi yo'qmi? Yo'q. Yaxshi, to'xtatamiz.